Orada qarang. Maşallah, hamma zanjir taqyapti mana. O'zim qilmagan ish perivolga chiqib ketyapmiz, zanjir taqar ekanmiz. Hali hech shuncha trak minib ishim tushmagan ekan zanjirga. Mana shu maydondan to'liq hamma zanjir taqib chiqib ketyapti. O'zim qilmagan ishni shogirdga qanaqa o'rgataman, birgalashib o'rganamiz shogird bilan birga. Zato zanjirlarimiz bor ekan. Hozir stationda to'xtatib, zanjiring bormi deb. Ha, bor deb. Mana shu ko'rib olishimiz kerak ekan. Mana qilib o'rnatar ekanmiz. Turishini qarang. Bo'sh ekan bular umuman. Bir gap bo'lar. Ha, perivolga chiqib ketyapmiz ekan. Yangi mana popdan ochdik. Qayerga taqibdi buni? Voy. Bizda saqlamiz hozir. Qarang. Bo'ldimi? Shogird usta chiqib qoldi. Hamma kim nimanidir o'rganamiz-da. Ikkalamiz ham o'rganyapmiz shu bahonada. Shogird zo'r qilyapti. Aka, o'zi usta bo'lgan ekansiz-da. Men master topib keldim. Uni perchatkasi yo'q ekan, perchatka sovg'a qildim yangi. Yes. Cold out here. Cold. Usta 8 ta baloniga taqdi. Voy, qoyil aka, bo'plasizmi? Bo'ldimi? Bunaqa qattiq bo'lsa ham bo'laveradimi-ki? Qabr sanjab qilsaga qo'shib ketish mumkin. Hozir qaytib ketmaydimi bolalar? Yo'q, to'g'ri qilishgan. We got it. Mana shunaqa minganman oldin, mashina tashiganman. Ko'pligini qarang, to'ralardi. Hammaga taqtiryapti. Kimlik to'ylar qanaqa qiladi unda? Nechta taqamiz? 2 tami, 4 tami? Bo'ladimi 2 ta? Siz ko'p yurganmisiz bu yo'llarda? Amerika kelgansiz qancha bo'ladi? Shurayga qarang. Shogird o'zi yaqinda kelgan. Endi Chikagoga bordim va Nyu-Yorkka bordim degan. Yaxshi, o'zi ham shart yo'q ekanda. Mana bu taqmasdan ketyapti. Ham o'yga borib to'xtatsa kerak, joy yo'q. Al-Amin. Hay. UGL Holding. Mahluqtash. Sensorlari yopilib qolibdi, qanaqa? Bo'ldimi? Rosa tezmisiz? Aka, sekin tushib, galasavat qilib ish qilsak ham bo'lar ekan, zanjirini taqib beramiz deb. Yaxshi tirikchilik qilsa bo'lar ekan. Buni ustada olib keladi. Bundan birinchi bo'ldik biz. Unga pechatka sovg'a qildim. Bechora pechatkasi yo'q ekan, sovuq qo'lida qatiryapti.